Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi mashinalarimiz mana. Damas zazorlari. Ananay zazorlari. Juda xunuk holatda bu, ha. O'tdan avval ancha kirib ketgan. O'pish ancha kirib ketgan. Zadim o'zgacha bu ko'ribdi. Narigi taraf ishlagan, asosan mana shu taraf. Mana. Qanchalik kirib ketgan. Juda yomon, juda xunuk darajada kirib ketgan. Xudo xolasa shuni endi to'g'rilashga harakat qilamiz inshaalloh. Tamam. Bajal bo'lgan yanka bo'lib, mana o'tda qismi polnishib boshdan kirganda, hozir taglarini ko'rsataman. Mana. Taglari mana. Mana narsa mana. Risol qo'tadigan. O'sib chiqib ketgan mana. Splash nomli. Mana chiqib ketgan mana. Mashina qo'taydi mana qo'tay. Chiqib ketgan juda xunuk. O'qimasda o'qiyolmay bo'pti. Bog'i butun risol qilib sallab bo'lgan nimagadir. Hammasi udarlandi. Shunday. Risol qilib. Xudo saqlasin, hech kimni eshitmay qolmadik. Qadrdonlar. Hop, tamizimizga yangi zapchaslar keldi mana. Zadniy farar, orqa bamper, orqa kriloni yarmi. 250 ming so'm, 30 ming so'm, 60 ming so'm, qancha? 100 ming so'm. Bo'p turibdi mana ancha o'xshab qoldi eshik. Ichi juda xunuk ketgan. Qilamiz inshaalloh. Hammasi ilojisi bor. Lekin ancha eshigimiz qo'pib chiqib qoldi, xudo xolasa mana. Ko'p turganlar chiroyli. Tug'ilamiz buni. Ozgina mehnat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ana bolonni remont qilib ketdilar, diskani boshqariladigan. Ana ichlar ham mana. Mana bunaqa holatda ichlar. Endi o'zi balonga qo'yilsa, zadim o'zi tug'ilsa, mana o'lishim kerakmi, shuni bu yerdan olib, mana yerga bo'ylab, qotirib, tortib, ichidan surib, bag'dan tortsam, o'shanda xudo qolsa mana jo'li chiqadi. Inshaalloh shunaqa gaplar, o'shanga. Risolni zadim o'zi tug'iladigan kelishga usta cho'ta kelma turibdi. Mana har holda sal bo'lsa ham qofiyasini chiqazdim mana endi. Mana bukilganni, mana ham ancha bukilib bo'lgandi mana ham. O'zi bu ham tug'ilandi, xudo xolasa. Yaxshi. Endi o'sha shaqqa chiqazib olsam, mana joyini tortib, mana ham bo'ylab, bu ham tortishim kerak. Mana ochilib bo'lganda mana. Bajoq bor. Shunaqa. Damazimiz ham risol qo'tadigan joyini ham. Cho'tkilam o'rniga keltirib oldim. Hattoki mana zaklovkasi ham o'zi chiqib ketgan joyga toshma-tosh tushdi, xudo xolasa. O'zini o'rniga tushdi. Bu yaxshi bu. Xudo xolasa, bu degan hech qanday nima chiroyli o'rnatdi, o'zini o'rniga tushdi. Ba'lar ham shunaqa. Mana hammasi chiroyli o'rniga tushdi. O'rniga svarka qildi. Xolos, ertaga razvas xajlaydi bizni muammo keltirmaslik uchun. Bu yaxshi. Shunaqa. Kecha zadim o'stani nima deydi, ha.
Zadim o'z risolalarini to'g'irlab berib ketishgan. Bunda kirni o'rnatishga harakatdamiz. Video olmoqman, hayolimdan, esimdan ko'tarib ishlab ko'payib to'g'risi shoshilganda. Xo'p, xullas mana mushti mana deyarli haftaga svarka ishlari tugadi. Pajaqlarni mana terib qo'ydim mana. Ishing pajaqlardan terib qo'ydim. Splashni ushbu qilib bo'lmaydi. Endi bo'ladi ham mo'ljal, chunki mana qayerlarda ham bor ekan. Ko'ramizda. Yo'q, mana jo'tinlar ishlab o'riladi. Xudo xolasa lekin mana o'ttilarni ona kirgan chiqqanlar hammasi xudo xolasa yaxshi, go'zal, juda chiroyli inshaalloh. Taglari o'sha metrga o'lchadimi, hamma yoq cho'tga keldi. Panida ham buni ham pajag'i bor endi. Buni termaydi pajag'ini. Buni ertaga xudo xolasa buni rixtovka qilib, ertaga uni shpagalovka chaqlab anaqa qilamiz. O'z mana kirlo eshikka chaqlab shpagalovka qilishga harakatdamiz. Buni o'lib mana jotni svarka qilib, mana qilib entirib olganman. Endi buni svarka, buni o'ptirib svarka qilib shpagalovka kraska shunaqa gaplar. Lekin baribir devi baribir yaxshi ekan. Baribir yaxshi ekan. Chemani bizda Jigolidan ko'ra klassikadan anchagina yumshoqlik, qulaylik, osonlik taraflar baribir bor ekan. O'shaning uchun ham ko'pchilik Jigolidan ko'ra mana deviga qiziqar ekan to'g'risi. Baribir to'g'risini aytganda Jigolidan oson ekan bu. Jiguli Moskvishdan bu oson ekan, yumshoq ekan. To'g'risi. Shunaqa gaplar. Kuzatib boring. Kimga shunaqa ishlar kerakmasa bemalol taklif qilib, murojaat qilishinglar mumkin. Tanish bilishinglar, kimdir mushtasini remont qildirmoqchi bo'lsa, aytishinglar mumkin. Oqqizani chiroylilab qilib chiqazib beramiz, xudo xolasa. Endi ham qilib yuboradigan bo'ldik. Mana ham o'z defekt bor ekanligi aytdi. O'shani biraloq buni klassik qilib yuboradigan bo'ldik. Plus mana tarafda mana eshikda ham bor. Qaytdi mana. Eshikda bor, eshikni do'qilib beni klassik bo'lishimiz kerak. Oldi rixtovka qildirib qo'ygan ekan. O'shanga endi eshikni klassik qilib qo'yamiz chiroylab. Mana shuni klaskani o'zi to'ldirmaymiz bo'ladi. Lekin uni klassik qilamiz bo'ladi. Shunaqa ishlar. Qo'shimcha ishlar bo'lib ketdi ashula. Shularni qo'ring deydilar, shularni qo'ramiz. Davozimiz mana xudo xolasa gruntopga tayyor. Biz gruntopga qo'ramiz, keyin kraskaga harakat. Mana yomon chiroyli o'xshab turadi. Xudo xolasa gruntopga kraskaga zo'r bo'ladi inshaalloh. Hammasam gruntop qo'rdim. Gruntopga ham 4 plus 4 plus bu 1 2 modno. Yaxshi gruntopga qildi. Xudo xolasa ishqilab attib kraskaga harakat bo'yaq. Xudo xolasa tanlab olsam ertaga ertalab kraska sepsam ham inshaalloh, agar ertaga ertalab sepsam indinga va ertalab sepsam qachqun yig'ishni boshlayman-da, xudo xolasa. Mana qadrdonlar, damizimiz ham xudo xolasa kraskaga tayyor. Kraska sepishga harakatdamiz. Endi chiroylilab kraska sepib olsak, xudo xolasa yana polni kondirovka qilamiz. Mana yerda qorayib bo'lgan ekan. Vietnam kraska qilgan bo'lganda. Xudo xolasa kraska sepamiz. O'z kraska sepsak kechgacha qurisa, kechqurun yig'iladi-da. Xudo xolasa sepib bo'ldim kraskasini. Cho'tka. İnşallah. Çok güzel. Bunlar yani. İşte. Şimdi kechgacha qurisa, xudo xolasa hech qolmas.
yig'ishni boshlayman-da inshaalloh. Eshigini vaqt bo'yab qo'yaman. Eshik bu yoqda. Tashqariga chiqdim, tezroq qursin. Tashqarida o'zi Damas ham chiqib zamonimiz gazetlarni yechib, tashqariga chiqib, tashqarida kechgacha optoda xudo xolsa yaxshi qurib olsa, yig'amiz kechqurun inshaalloh. Kim shunaqa ishlar kelamiz, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Shunaqa mashinasi bor, qayda remont qila olmagan, yo ishda topa olmaganlar bo'lsa, tavsiya qilib, podrisiya qilib aytib qo'ysani, ishlarni chiroyli qilib beramiz xudo xolasa. Assalomu alaykum, mana bir qadrdonlar. Hop, oldin mana shu holatda olardim. X6 da. Telefonimda kamerada. To'g'risi kamerasi nimadir bo'lib xirab qoldi, shuning uchun faqatgina va endi mana bunaqa 1x da olibman. Bunda realnost qilib chiqazib beradi. Lekin yaqindan oladi-da. X6 da sal uzoqroqdan xotirjam olsa bo'lardi. Xirab qolibdi. Endi uni tuzattirishim kerak. Tuzattirguncha mana shu holatda olib turaman, to'g'ri tushunasizlar. Ya'ni yaqin bo'lib ketadi-da. Endi men ancha uzoqqa borishim kerak bo'ladi. Shunaqa gaplar, u xudo xolasa mana bir tarafini podrovka qilib, kraskalarni qilib, qo'ytirib, yig'ib qo'ydim. Ishlar ochilib yo'pilishlar yaxshi. Hop. Endi o'zi narigi taraflarni ham podrovka qilsam, oldilarni, tomlarni, mana taraflarni podrovka qilishim kerak. Avval mordani ham podrovka qilib yubordim, mana birinchi kamera. Go'zal o'chilayapti. Bag'rini shunaqa qilib podrovka qilib bersak, mana nakleyakani ko'chirib tashlab boshqa qo'yish kerak. Buni o'njaldim, yopishtirib olmaman kerak. Nakleyka olgandim. Shu ta'lim yetmaydi. Ustasiga borib yopishtirib olamiz. Tenderok yopishtiradiganlar yaxshi yopishtiradi-da endi. Bunaqa yopishtirib yurgan. Menga yopishtirib yurmaganimga mana qilmadi. Bu oldin ham udar bo'lgan ekan bu tarafdan. Endi bu ikkinchi marta bo'ldi. Oldin mana orqadan bo'lgan ekan, endi hozir mana yondan bo'ldi. Endi liniyada yuradigan mashina. Shunaqa gaplar. Kimga shunaqa ishlar kerakmas, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Chiroylab qilib beramiz. Mana qadrdonlar, podrovkasini ham tugatdim. Xudo xolasa hamma zo'r bo'ldi mana inshaalloh. Juda haliga yaltirashlar ham chiroyli bo'lib o'childi. Mashinaniki oppoqroq bo'lib oqardi yana ham. Kir bo'lib qanab ketgan ekanda. Rangi ham anchagina kirlashib ketgan ekan. O'zi ajoyib mana bitta joy mana qaranglar. Hali podrovka qilinmagan joy bilinishini demoqchiman-da. Ha. Mashinani podrovka qilmaman. G'ing qilmadim mana shu joyi. Podrovka qilmaman. Birinchi kameraga ko'rinibdi mana. Shunchalik farqda. Mashinani yurg'izganman, endi o'z vaqtida artishda qarasam, shunaqa turibdi degan. Podrovka qilinmagan joy. Chala bo'lgan joyda bilinib qolibdi. Hozir podrovka qilib olaman fara bilan birgalikda. Farani podrovka qilmoq. Fara bilan birgalikda podrovka qilib olamiz. Hop, nihoyat modamizimiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldilar. Yuvaman degandim, egalari telefon qildilar, "Yuman o'zim." Bir mo'ykada tindirib, peynalar bilan yuyman dedi. Shanga bo'pti dedim. Bitta yuydirib yuborsalar bo'ldi-da. Atak. Xudo xolasa yaxshi. Mana ishning rangi o'zi boshqa eshikka o'xshaydi, bilasizlarmi? Mana yerdan ham farqi bor, mana stoykadan ham bu eshikning farqi bor. Stoyka masalan mana eshikka to'g'ri kelganda, men sepgan mana eshikni rangi yaxshi kelgan, lekin mana eshik o'zi tagi umuman boshqa rang ekan. Mo'ljalda almashgan eshikka o'xshaydi-da, o'ziniki emas shekilli. Tak mana klien yopishtirdim, nakleyakani narigi tarafdagini yopishtirdim. Mana yangi yopishgan nakleyka ekanda. Lekin mana orqa krilada ham bo'lsa, eski yopishgan nakleyka bo'lar ekan. Mana qanday defektlar bor ekan chiqib qoldi. Endi iloji yo'q, hozir kras tegizib qo'yaman. Shunaqa gaplar mana. Nakleykalarni qo'ydim. Yangi yopishgan Damas bo'ldi, qoldi. Ha, bu tarafdan diska nimalar yo'q, ikkitasi.
Xullas eski yupskadan yangi yupskaga aylandi-da. Shu bitta narkalarga o'zi hal qilib borgan. Eski yupska, yangi yupska qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar qadrdonlar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ayni aytganimda har safargidek har xil moshinalarni remont qilib beraman.